Dasturimiz davom etadi. Dori vositasi bu shunchaki oddiy mahsulot emas. U inson salomatligi, ayrim holatlarda hatto uning hayoti uchun ham mas'ul bo'lgan muhim vositadir. Shu bois har bir dori va tibbiy buyumning sifati, xavfsizligi hamda belgilangan talablarga muvofiq bo'lishi qat'iy nazorat ostida bo'lishi lozim. Bemor, ya'ni iste'molchiga yetib borguniga qadar ular laboratoriyada bir necha turdagi kimyoviy ekspertiza va tahlillardan o'tkaziladi. Bu jarayonlarning barchasi aholini sifatsiz va xavfli mahsulotlardan himoya qilishga qaratilgan. Xo'sh, laboratoriyada dori vositalarining sifati va xavfsizligi qanday tekshiriladi? Bu haqida hozirgi lavhamizda so'z yuritamiz. Inson salomatligi haqida gap ketganda eng muhim masalalardan biri dori vositalari va tibbiy buyumlarning sifati hamda xavfsizligidir. Negaki shifokor belgilagan davo chorasi ham faqat sifatli va ishonchli dori vositalari qo'llanilgandagina kutilgan natijani beradi. Dori vositalari va tibbiy buyumlarga barchamiz ehtiyoj sezamiz. Ko'pchiligimiz uning qadog'i, narxi va ishlab chiqarilgan davlat e'tiborimizni tortsa, bilishimiz kerak bo'lgan eng muhim jihat esa qo'limizdagi mahsulot qanchalik xavfsiz va iste'molga yetib kelguniga qadar qanday bosqichlardan o'tadi. Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazish va O'zbekiston Respublikasida muomalada bo'lish bo'yicha yagona nazorat qiluvchi tashkilot hisoblanadi. Dori vositasi haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi hududida o'tgan, muvofiqlik sertifikati mavjud bo'lsa, bu to'liq xavfsiz dori vositasi hisoblanadi. Agar mabodo o'sha xuddi shu talablarga javob bermaydigan bo'lsa yoki qanaqadir bemor iste'molchi dori vositasini iste'mol qilganda o'zini noxush his qiladigan bo'lsa, albatta farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markaziga murojaat qilishi mumkin. Poytaxtimizdagi laboratoriyalardan biridamiz. Manzilda dori vositalari va tibbiy buyumlar belgilangan me'yorlar asosida tekshirilishiga ahamiyat qaratdik. Laboratoriyada zamonaviy uskunalar yordamida mahsulotlarning tarkibi, sifati, xavfsizlik ko'rsatkichlari hamda amaldagi standartlarga muvofiqligi baholanadi. Maqsad esa aholi qo'liga sifatli va xavfsiz mahsulot yetib borishini ta'minlash. Demak, O'zbekiston Respublikasi hududida dori vositalarining kirib kelishi davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Undan so'ng esa sertifikatlashtirish sinovlaridan o'tadi. O'sha ro'yxatdan o'tkazish jarayonida 5 ta modul tizimdan iborat bo'lgan hujjatlar tizimi ko'riladi. Hujjatlar tekshirilgandan so'ng bu dori vositalari davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Albatta o'sha davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonida unda ro'yxatdan o'tkazilganlik guvohnoma beriladi hamda guvohnomaga ilova qilgan holatda dori vositalarini qo'llash bo'yicha yo'riqnoma hamda me'yoriy hujjat tasdiqlanadi. Bu 5 yil muddatda tasdiqlanadi. Bu me'yoriy hujjat xuddi dori vositasini pasportida amalga oshiriladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, nazorat faqat laboratoriya bilan cheklanmaydi. Dori vositalari va tibbiy buyumlar ishlab chiqarilishi, import qilinishi hamda muomalaga chiqarilishining har bir bosqichlari belgilangan tartibda nazorat qilinadi. Talablarga javob bermaydigan mahsulotlarning muomalaga chiqarilishiga yo'l qo'yilmaydi. Manzilda dori vositalari bilan birgalikda tibbiy buyumlar ham alohida tekshiruvdan o'tkaziladi. Tibbiyot paxtasidan tortib, rentgen apparatlarigacha. Hozirgi kunda laboratoriyamizda o'sha xalq bilgandagi tibbiyot marlilari, dokalari, paxtali, kichik buyumlarni nazarda tutsak, shpritsli hamda katta jihozlardan bu rentgen apparatlari, mana shu analizlarni barchasini biz o'tkazamiz. Sifat ko'rsatkichi, xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha so'ngida sinov bayonnomalari rasmiylashtirilgandan keyin ijobiy bo'lgandan keyin iste'molga beriladi. Laboratoriyamiz tomonidan yiliga 1000 dan ortiq sinov bayonnomalari rasmiylashtirilib kelyapti. Ichida noijobiy bo'lganlari ham bor, ijobiy bo'lganlari ham ko'p. Bugungi kunda zamonaviy laboratoriya uskunalari mahsulotlarning eng kichik tafsilotlarigacha tahlil qilish imkonini bermoqda. Bu esa dori vositalarining sifati va xavfsizligini ta'minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi. O'tgan 2025-yil davomida dori vositalari ro'yxatdan o'tkazish jarayonida 100 dan oshiq dori vositalari nomuvofiq deb topildi. Laboratoriya sinovlari asosida hamda bu dori vositalari O'zbekiston hududiga kirishiga yo'l qo'yilmadi. Shifokor tavsiyasisiz dori qabul qilmaslik, mahsulotlarni faqat litsenziyaga ega dorixonalardan xarid qilish, qadoqlarning butunligi, yaroqlilik muddati hamda davlat ro'yxatidan o'tganligiga e'tibor berish har bir iste'molchining o'z salomatligini himoya qilishdagi muhim qadamdir. Bu kun Mohiychehra Mamaturaimova, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.